O'zimizningki biror gunohga tushib ketganligiga qarab, men eski bola o'xshayman, men o'ngshlanmaydigan o'xshayman deb aslo umid uzmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishdagi sahobalarmi xatolik o'tkazib qolgan. Ben nurg'unlagan asirliklarni qildim. Nurg'unlagan hojilarni bo'ldim. Endi Allohga qaytadigan, endi tavba qiladigan vaqt keldi. Biz o'tgan hafta Alloh taolaning qaysi ismini o'rgangandik? Ar-Rahim o'rgangandik. Biz burun Allohni Alloh yaratdi deb tanigan bo'lsak, biz ilgirki haftadagi darslarimizda Alloh shartsiz kuyungichi, ya'ni o'ziga ishongan, o'ziga ishonmagan, o'ziga haqorat qilgan, o'zini so'ygan, o'ziga ibodat qilgan butun insonlarga, hatto hayvonlarga, hatto nesraklargachilik ularga kuyundiganligidan iborat Allohningki shartsiz shafqatlik ekanligi, ya'ni Rahman sifatini o'rgangan. Undan keyin biz Alloh taolaninki shartsiz shafqatidan boshqa o'ziga ishongan mo'min bandalarga Alloh taolaninki alohida xususiy bir shafqatning boy ekanligini tunishib chiqqaydi. Uni qaysi ismidan o'rgangan? Ar-Rahim ismidan. Ar-Rahman butun maxluqotlarga kuyimchan degan gap. Ar-Rahim o'ziga ishongan bandalarga kuyimchan. O'ziga ishongan bandalarga qanday kuyimchan? Ma dunyoda kelgan musibatlarga mukofot berish orqali, ajr berish orqali, oxiratda gunohini afu qilish orqali kuyimchanlik ifodalaydi. Endi biz bugun Alloh subhanahu va taolaninki yangi bir ismini o'qiymiz. Bu orqali Allohga bo'lgan tunishimizni texnik jonqurlashtiramiz. Bugun o'qiydigan Allohninki sifati qaysi desanglar? Al-G'afur. Allohninki Rahim sifati Qur'on Karimda 114 yerda kelgan deydi. Endi biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan Alloh taolaninki Al-G'afur sifati fe'l sifatida, ism sifatida 300 dan ortiq yerda keladi. O'ylab baqaylik, Allohning G'afur sifati Qur'on Karimda eng ko'p zikr qilinadigan sifatning birisi. Qur'on Karimda bunda jiq kelgan sifatning ma'nosini bunda bo'lsa, afu qilg'uchi, kechirim qilg'uchi, mag'firat qilg'uchi deganni bildiradi. Bu Alloh taolaninki mag'firat qilg'uchi degan ismining Qur'onda ko'p kelishining sababi bizningki ko'p xatolashadiganligimiz, ko'p gunoh o'tkazadiganligimizni ko'rsatadi. Biz ko'p xatolashgan bo'lg'achqa, Qur'onda Alloh taolo buni ko'p bayon qilish orqali, gunoh o'tkazadigan bandalarim, umid uzmanglar. Mening bir sifatim borki, u bo'lsa Al-G'affur, cho'ng gunohlarni afu qilg'uchi. Shundaqla yana bir sifati bor, Al-G'affar, ko'p gunohlarni afu qilg'uchi. Yana bir sifati bor, hammasi ma'nodash G'afir, davomliq afu qilg'uchi degan. Bu 3 xil shaklda Qur'on Karimda kelgan. Va undan boshqa va may yaghfiru zunuba, gunohni Allohdan boshqa kim afu qiladi deb fe'l shaklda kelgan. Demak, har xil shaklda bu G'afur sifati 300 dan ortiq o'rinda kelgan. Yuqorida o'tgandek, Alloh taolaninki bu ismni ko'p keltirishining sababi bugungi kunimizda inson o'zi bilib va yoki bilmay, xohlab yoki xohlamay Alloh bergan rizqdan yeb turib, Alloh bergan saqliqdan foydalanib turib, yana Allohga tuzkorlik qiladigan, yana gunoh o'tkazadigan bu shundaq bir canlıq bo'lg'achqa Alloh taolo bu G'afur sifatini ism va fe'l shaklida har xil shaklda ko'p keltirgan. Biz inson bo'ldikamiz, chuqum xatolashimiz, chuqum gunoh o'tkazimiz. Odam alayhissalomni tunji odam Alloh taolo yaratib bir daraxtni yemang dedi. Shaytonning ozdirishidan keyin kirib daraxtni yedi. Allohga osilik qildi. Va asa Adamu robbahu fag'ava. Odam Robbiga osilik qildi. Ammo u xatoligida davom qildimi? Yo'q, tavba qildi. Demak, inson xatolashadi. Undan keyin kelgan payg'ambarlardan ba'zilari xatolashgan. Masalan, Yunus alayhissalom kishilarga da'vat qilgandan keyin da'vatni qabul qilmaydigan vaqtda xapivlab xalqini tashlab chiqib ketdi. Ammo bu xatolikni doim tudimi? Qilmadi, tavba qildi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ey Alloh, men o'zimga zulm qildim deb gunohini tunidi. Undan boshqa tarixda nurg'un kishilar xatolik o'tkazgan. Masala xatolik o'tkazishda emas. Ya'ni bizning qarindoshlar bir gunohni qilib qilishimiz xatarlik emas. Xatarlik nima desa, u gunohdan chiqolmasligimiz, tavba qilolmasligimiz. Bir odam suvga tushganlik uchun bo'g'ilib qolmaydi-ku. Suvdan chiqolmaganda, suv uzanmaganda andan keyin bo'g'ilib qoladi. Shunga o'xshash bir gunoh o'tkazgan bo'lsanglar, xatolik qilgan bo'lsanglar, men mushundaq inson o'xshayman deb o'ylab qolmanglar. İnsanning tabiati xatolik o'tkazadi. Odam alayhissalom xatolashgan, Yunus alayhissalom xatolashgan. Agar biz xatolik o'tkazmagan bo'lsak, bir gunoh qilmaydigan bir jonliq bo'lgan bo'lsak, bizning ismimiz odam emas, farishta bo'ladi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga deb berib, Bani Isroillarda bir odam o'tgan. Nihoyat ig'ir gunohlarni qilgan. Bu odam haroq sharob, keyib sapa, butun gunohlarni qilgan. Butun aysh ishrat gunohlarning hammasini qilgan. Hatto uyga bir qatim bir tilamchi kelgan vaqtda, kichik bolalarni aytdilar, bir ayol tilamchi kelgan vaqtda, o'shuningmi niyatini buzgan. Bu ayol kishi shundaq lag'lag titrab, usqi och, yigili hech narsa yo'q. Shundaq holat yig'ilib ketgan vaqtda bu kifil degan odam nima bo'ldi, nima qilmaysan degan vaqtda men hozir qadar Allohdan qo'rqib yashadim. O'zimni pok tutdim, hech qanday gunohga kirmadim. O'zimning kuchi yetishicha. Endi hozir bolalarim busqa och, shundaq qiyin ahvolda, shundaq bir tanlashga duch keldim degan vaqtda bu ayolning gapi kifil degan bu odamning qalbiga ta'sir qilib ketib, u ayolga 60 dinarni berib, uyiga kirib shundaq bir yig'lab tövbe qilganki, bu odam shu kechasi vafot topgan. Hayoti bo'yicha haroq sharob butun yomon ishlarni qilgan, ammo tövbe qildi, shu kechasi vafot topdi.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu kişinin vakaligini bayan kılıp et degende kişiler bu harakkeşinin bu zabayının namazını çıkarıldı bağa vakta bu adamın uyudunun üstüge laqad gafarallahu lil kifli Allah kiflini apu qildi degan xat toshni o'ylab bundaq yozilgan deydi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. İnsan günahga patta, aşınçılık patta. Rahimsizlikçe, aşınçılık rahimsizlikçe. Lekin Allah'a tövbe qilibdi. Apu qildi mi? Apu qildi. Şuna üzümüzdeki bir günah uçup ketganligiga qarab, men eski bala o'xshayman. Men o'ngshlanmaydi o'xshayman. deb asla ümit üzmetmesligimiz gerek. Biz hatalışıdığan bir məxluq. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vallahi nefsi biyadi. Allah bilan qasamki, agar sizlar günah o'tkazmaydigan bo'lgan bo'lsanglar, Alloh taolo sizni yo'qitib etib, günah o'tkazadigan, ondan keyin tavba qiladigan. Bu shundoq bir jonliqni akilatdi deydi. Ya'ni bu dunyo imtihon dunyosi. Bizning gunohga tushib qilishimiz, gunoh qarta mujodala qilishimiz bu bir imtihon. Bu bizningki bir siniqimiz. Demakchi o'g'il Rasulullahninki, agar biz gunoh qilmagan bo'lsak, biz farishta tutdik biz. Demak, yosh bola sifatimizdan bugungi kunda sizlar ba'zi gunohga tushib qolasizlar. Telefonda har xil narsani ko'rib qilish mumkin, ammo xatiri uningdan yanmaslik, tavba qilmaslik, qalbida azroq pushaymon tuyg'usining bo'lmasligi. Gunohga tushishning o'zi sening nacharligingni bildirmaydi va sen do'stim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning qishdagi sahobalarmi xatolik qilib qolgan, aroq ichib saqallar bo'lgan, Rasulullohning qishda turib, hatto ig'ir yamash saqallar bo'lgan. Masalan, bir sahoba Rasulullohning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, meni paklab qo'ysalar" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tingishimidi gapini. Bir narsani siqib qoldi. Yana oldiga o'tib, "Ey Rasululloh, meni paklab qo'ysalar" dedi. Yana tingishimidi. 4 qatim oldiga borgandan keyin, "Nimadan paklab qo'yman?" dedi. O sahoba nima dedi? "Meni zina" dedi. Zinadan dedi. Bu sahoba bu yamash chiqib qilib shunda ichib chiqqanki, uni cho'qim paklanmasam bo'lmaydi deb haqiqiy tavba qilish uchun Rasulullohning qishiga meni paklab qo'ysalar degan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabalarga qarab, "Abihi junun, qalasi erishib qoldimi? Nursidan ketdimi? Gapga sapaqinglar" dedi. Sahabalar gap so'rab baqqandan keyin, "Ya Rasululloh, bunun nursi joyida ekan" dedi. "Asharibal khamr, bu haroq bir narsa ichib oldimi ya?" dedi. Sahabalar o'rnidan qopib, og'zini purab baqdi. Haroq narsani ichmabdi. Ondan keyin Rasululloh, "La'allaka qabbalta aw ghammazta", tutib sog'ansa, ko'z qisib sog'ansa deganga o'xshagan ichki zinolarni maqsad qilib so'di. Sahabi, "Ya Rasululloh, menga had keldigan jazoni qilib soldi. Meni paklab qo'ysalar" dedi. Ya'ni bu sahabi qalbida haqiqiy pushaymon qildi. Bir sahabi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tekrar sürtüq bo'lgandan keyin sahabalarga buyurdi. Ma'lum bir sahabi o sahaba qarta bo'lmag'ir bir gapni qildi. Qilgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam u shundoq bir tavba qildiki, agar Maizning tavbasini butun zimin ahliga tarqatsa, hammasiga yetkidek tavba qildi dedi. Demak, mana bu shundoq ba'zi bir xatoliklarga Rasulullohning qishda yashagan sahobalar uchib qolgan. Shunga biz bir gunoh o'tkazib qolsak, endi men tugashku deyman, endi men odam bo'lanmoq deyman demesligimiz gerek. Muhimi şu günahdan özümüzü tartalışımız. Hatta bir adam günahdan samimi tövbe kılsa, o günahdan çıkıp normal adam emas, hakiki ilgar, hatta büyük alim, büyük zahid kişilerin qatarından bulalaydı. Bunu o tarihte nurgulluğa örnek var. Biz ilgili dersimizde Malik ibn Dinar'ın vakaligini sözlep verdim ben size. Bir zaboy kişi, bir tövbe kıldı, tövbe kılışıyla tarihte ismi ilinadigan taqvodar zahid qaylandı. Ondan başka Fudayl ibn Iyaz deyilgan bir kişi var. İki harem hizmetkari, abide deb atalgan. Bu qandaq kişi Fudayl ibn Iyaz desanglar, bu peygamberimizden keyin tatip hazır kadar İslam tarixidagi dini alim deb sanalsa, çoqum Fudayl ibn Iyaz onun qatarını o'rin aladi. Bu alim kimdi bilamizlar? Mafiyadi. Bugungi tilimiz bilan. Yo'l qaraqchisi. Yo'l qaraqchisilar normal odamni bo'lmaydi. Davomli hajga manganligini bo'laydi. Bu Fudayl ibn Iyaz bir kuni ashunda bo'layotgan kunlarning birida bir ayolga ko'z tushib qoldi buningki. Oshiq bo'lib qoladi. Uning elchi avatidi. O senda qaraqchiga tegmayman deb rad qiladi. O bir kuni shu ayolni marash uchun shu tuqyab tamga yamishib chiqadi. Chiqqan vaqtda bu ayol kishi Qur'onni o'qiyotgan ekan. Marishi bu ayol kishi naq Qur'ondagi alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Allah'ın zikriga qalbi yumshaydigan vaqt yetib kelmidimi? Allah'ın ko'rsatmasiga qaytgan, gunohga tövbe qildigan bu vaqt yetib kelmidimi degan bu oyatni o'qishi, bu oyat xuddi Fudayl ibn Iyazga deyilgandek yuragiga shunda bir ta'sir qildiki, shotidan tushib ketgili tasla qoladi. Yuragiga shunda urilgan bu oyat ta'sir qildiki, vaqti keldi. Men nurg'unlig'a asirliklarni qildim. Nurg'unlig'a hojilarni bo'ldim. Endi Allohga qaytadigan, endi tövbe qildigan vaqt keldi deb shundoq bir tövbe qildiki, mana hozir bugungi kunimizda bizning kitoblarni o'qiymiz. Bütün İslam tarixidagi büyük ulumalar qatoriga tizildi. Asli kimdi? Mafiya, qaraqchi. Endi qanday bo'ldi? Büyük alim bo'ldi. Shunga her özümüzningki ba'zi ishlar qarab yosh bolalar shukurlashib ketishga, endi men tugishaptimi? Yo'q, men odam bo'lolmayman. Va yoki boshqalar, sen odam bo'lolmaysa degan gapiga asla va asla ishonmang. Sen odam bo'lolmaysa degan gap bu Allohning sufatiga butunlay zid gap. Alloh rahim qilgan, Alloh afu qilgan odamni kimning haddi va odam bo'lolmaysa deyishga, demak tarixda va bugungi kunimizda ajoyib nachar kishilarningki tövbe qilib, hatta islom da'vatchisiga aylanganligini biz o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Biz ishongan Alloh, bizni yaratgan Alloh, bizga rizq berayotgan Alloh shundoq bir Allohki,
Biz qanchalik gunoh qilib ketib, agar samimiy tavba qilsak, butun gunohimizni anadan tug'ma holda bizni afv qiladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom gunohidan haqiqiy tavba qilgan odam, o gunohi yo'q odamga o'xshaydi deydi. Shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimda tavba qilsam Alloh qabul qiladimi, afv qiladimi? Men takrar tavba qilyaptim deb umid izgan bandalarga deydi. Nabbi ibadi, ey Muhammad, ashunda bandalarimga, bugungi kunga o'xshash yoshlarga xabar bergin, anni anal g'afurur rahim. Men bütün çoğun günahlarını, köp günahlarını affu qilguvchi. Ve enne azabi huval azabul alim. Eğer tövbe qilmasa, günah qilib ketib ketaversa, azabim qattiq deydi. Ama azabni ilginim dedi, men g'afur dedi. Demek yama ish qildik yoki bir yama ishni o'zimizni tatanmadik. Bunun qarta haqiqiy tövbe qilsak, Alloh gunohimizni affu qiladi. To'g'ri, ba'zi bir yama ishlar bor bugungi kunimizda. Bu men tövbe qilaya deblam bir qatimda ajig olmaydi. Tövbe qilsizlar, 3 kun deysizlar yoki tövbe 5 kun deysizlar, yana takrar yenib qolsizlar. Bunda holatda yana bir düzüşkü olmaydı. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadisi kudusuyda bir bendem günah kılıdı. Günah kılıp bulap pişman kılıdı. Hacep günah kılıp saldım de. Pişman kılgandan keyin çıkış yolunu edip izlep inneli rabben. Oy menin Rabbim baya gıfırli. Menin günahımı mağfiret kılgan deb Allah'tan şunda tilaydı. Allah Teala onun günahını afv kılıdı. Ondan keyin bu bende yana bir günah kılıdı. Ondan keyin yana pişman kılıdı. Ondan keyin yana Allah'a tövbe kılıdı. Yana Allah mağfiret kılıdı. Tekrar kılıdı. Allah yana afv kılıdı deydi. Bu deganlik tövbe qilib, qayta günahni qilavermang deganlik emas. Chunki bir yomon ishdan bir qatim dilam kesgandek ajirmoq tez. Bu tekrar mujodala qilish orqali bo'ladigan ish. Shunga Alloh taolo bizga rahim bo'lg'achqa, o'zininki g'afur, gunohni afv qilg'uvchi degan shunday sifati bo'lg'achqa, bizga muhlat berib, Alloh taolo bizga ana shunday fursatlarni beradi. Bugungi kunimizda qarindoshlar, ochiq gapni qilib aytgan vaqtimizda taraqqiyotlar nurg'unlagan ishlarimizni qulaylaştırdi. Mana bu shunday da'vat deymiz, nurg'unlagan ishlarni osonlashtirdi. Shuning bilan birga nurg'unlagan gunohlarni yaqinlashtirdi. Ayni davrda gunohni qilish tasrak yoki birov yo'lmangash bunday ishlarni talab qilsa, bugungi kunimizda uyimizgacha, qulumizgacha xohlasak gunoh qila oladigan, xohlasak savob qila oladigan bir holatda. Bu bizga nisbatan cho'ng bir imtihon. Shunga bugungi kunda yosh bola sifatimiz bilan o'zimizni gunohdan saqlaylik. Bu bizning eng cho'ng imtihonimiz. Haqiqatan tez, chunki balla ma'naviyatni, ruhiy ozuqni to'g'ridan olmag'achqa eng ko'p mubtalo bo'lgan kasallik yoshlarning ichi siqilish. Ichi bir xil titildaydi. İç sıkılıdı, kuşallık alamaydı. Bu iç titildashni, iç sıkılışni yo'qotishni nima qiladi? Haromga mangadi. Harom ishdan birini qiladi. Shu orqali ichidagi titildashni yo'qotmoqchi bo'ladi, ko'ngli xush qilmoqchi bo'ladi. Amaliyotda haromdan xushallik izlagan odamga xushallik harom bo'ladi. Haromda xushallik yo'q. Harom faqat xushallik badek ko'rinadi, ammo haromni qilgan siri u echirqash, u iç sıkılış texmi cho'ng qurilishadi. Alloh taolo Qur'on Karimda qo'ydi: "Ala bi zikrillahi tatmainul qulub." Qalblar Alloh bilan amin topadi, Alloh bilan huzur topadi deydi. Shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda dedi: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning turmushi qisqinchilik ichida bo'ladi deydi. Bugungi kunda g'arb va yoki nurg'unlagan Yevropa deymiz, moddiy jihatdan taraqqiy qildi, turmush yuksaldi, ammo tushkunlik, o'zini o'ltirish nada yuqori, ana shu moddiy jihat taraqqiy qilgan yerlar. Nima uchun? Qalblar faqat Allohning zikri bilan, Allohning yo'li bilan amin bo'ladi. Shuning uchun qalbinglar majruh vaqtda bir malham izlaysizlar. Ko'p holda yoshlar bu malhamni xato yerdan izlaydi. Haromdan izlaydi. O vaqtda o malham onunğa zahar bo'ladi, shifo bo'lmaydi. Shunga o'lim yosh qiri demaydi. Qabristonlikqa qarab baqinglar, 2000-yil tug'ilgan, 2005 tug'ilgan, 2007 tug'ilgan nurg'unlagan yosh bolalar bor. Chuqum qirg'an o'lib ketadigan hech kimninki kapolati yo'q. Shunga har vaqt o'limni eslashimiz kerak. Haqiqiy huzur haromda emas. Harom ish qilgan odam masalan, shu vaqtda bir xushallik topdi deyli. Bir qancha yildan keyin eslab baqsin, shu xushallikni topalam degan, topolmaydi. Nimishqa haqiqiy xushallik emas. Ammo bir yaxshi qildinglar, bir ojizga yordam berdinglar, aqallisi och qolgan mushukka suv berdinglar, qalbinglar bir xushallik topadi, huzur topadi shundaqmi? Ashuni 10 yildan keyin eslasanglarmi? Ajab shu vaqtda bir ojizga yordam qilib o'tganman ya deb xushallik ola olaysizlar. Nima uchun 10 yil o'tsimi bu xushallikning ta'siri yo'qmidi? Chunki bu haqiqiy xushallik. Ammo u o'yin tomoshaninki, u harom narsalarning xushalligi-chi, u shu vaqtlam yo'qashdan biriga u bir xil azob akiladi. Odamning ichini siqadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limning ta'mini tatiydi. Muhitning buzuqligi bilan birga shayton bizni har xil yo'llar bilan yomon ishlarga qiziqtiradi. Yosh bola sifatinglar ba'zi gunohlarni qilib qolsizlar, lekin shu gunohdan darhol yenish orqali Allohning bugun turgan g'afur sifatidan o'zimizning nasibimizni elish kerak. Chunki shayton: "Ya Rob, la abrahu agwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Ey Robbim, bandalaringninki, ya'ni yoshlarninki jeni tindilan bo'ldikin, men ularni ozdurma dedi. Alloh taolo nim dedi: "Va izzati va jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni." Mening izzatim, jalolim bilan qasam bo'lsinki, sen ularni ozdurib bir gunohga tushirsang, ular tövbe qilsalar, men ularni afv qilaman dedi. Demak, umidsinlik yo'l bormikan? Aslo yo'l yo'q.
Özümüzden bir hatalık ötküzlük men tügüşeptime deyişki yol var mı iken? Yol yok. Hiç kim perişte emas. Allah Teala şu Kur'an-ı Kerim'de gafiriz zemdi. Allah'ını düşendirip biz işengen Allah kanda Allah, biz namazı qotqan Allah kanda Allah, gafiriz zemd. Günahni afu qılğıcı, ve qabilit tövb, tövbini qabul qılğıcı. Günah kişi derhal tövbe qıldı, qabul qıldı. Şedidul iqab. Eğer günahın tunup kechirim so'masa, afu so'masa, tövbe qilmasa azabıma qattiq. Allah Teala'nınki nurgun kişilerine afu qılğanlıqını Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadis orqali deb berdi. Mesela İmam Müslim naql qilgan bir hadis var. Bir qatil var. 99 adamni o'ltirdi. O'ylab baqinglar, 99 adamni o'ltirishing az jinoyat mi? Nayt cho'ng bir jinoyat. Men bu qilg'ashimdan qanday pokilnima, qanday gunohimni yuyma deb bir o'limadan birini izledi. Kishilar uni bir o'limaga boshlab qo'ydi. O odam nima dedi? Sening gunohing yuyilmaydi. Afu qilinmaydi o dedi. Anda olib qolsa men 100 qilyapti, o'ltirganim deb o odamni o'ltiryapti. 100 oldu. Ammo yana pushmon qildi. Ondan keyin yana bir o'limani izlab, mening gunohim afu qilinadi o dedi. Agar sen haqiqiy tavba qilsang afu qilinadi. Lekin sen yashagan muhit nachar muhitken, sen muhitingni almashtir. Ya'ni boshqa bir shaharga bor, shu yerning ahli yaxshi, shu bilan yasha. Allah'a tövbe qil dedi. Bu adam tövbe qilish niyatida o'zining shahrini tashlab, yaxshi kishilar yashaydigan muhitga qarab mangdi. O shaharga bormay, bu odam vafot topdi. Yo'lning o'ttirisida 100 odam o'ltirdi. Dahi tövbe qilay deb hech qanday yaxshi qilmadi. Janna ag'a vaqtda Peygamberimiz Muhammed alayhisalom deydi. Rahmat farishtasi bilan azob farishtasi bu odamni talashib qoldi. Esimizda bo'lishi kerak. Bir gunohkorningki janna oldigan farishta bilan Allohdan qo'rqib yashagan, gunoh qilsini tövbe qildigan kishininki janna oldigan farishta o'xshamaydi. Allohdan qo'rqib gunoh qilsini tövbe qilgan kishilarninki farishtalar janna nayt yengil avaylab oladi deydi. Bizning tenimizning, ruhimizning. Ammo fosiq, gunohin tövbe qilgan kishilar jannacho va nazi'ati gharqa. Janna sukib og'uchi farishtalar bilan qilsa. Ya'ni janna sukib oldi. Ya'ni bu odam tövbe qildi, hech qanday yaxshi qilmadi. Yo'lda vafot topdi. Bu odamni ana shunday farishtalar talishib qoldi. Azob farishtasi, rahmat farishtasi. Bu vaqtda Alloh taolo bir farishtani odam surtida avatib, ularga hukm qilishga buyurdi. Bu odam dedi: "Agar bu odam tövbe qilib bormoqchi bo'lgan shaharga yaqinroq bo'lgan bo'lsa, musofisi, rahmat farishtasi olsin. Agar tahi burunqi nachar kishilar yashaydigan yurtga yaqinroq bo'lib qolsa, azob farishtasi olsin" dedi. Musofini o'lchidi, yaxshi kishilar yashaydigan shaharga yaqin chiqdi. Buni rahmat farishtasi olib afu qildi. Demak, Alloh taolo bizni afu qilishni xohlaydi. Bizni afu qilishga bahona qilib, Ramazonda qadr kitsada bir kech qolib qo'ydi. Allohga tövbe qilsak, istig'for aytsak, duo qilsak 80 yildan ortiq savob beradi. Faloni kunda duo qilsang ijobat dedi. Faloni kunda rus tutsang manchalik savob berildi dedi. Nima uchun Alloh taolo bu kompaniyalarni bizga qiladi? Bendan tövbe qilib olsin, bendan gunohini kechirim surib olsin, jannatga kirib olsin deydi. Shu Peygamberimiz Muhammed alayhisalom ma jannatga unumag'allardan boshqa hammasi kiradi dedi. Sahobalar ayron qilib, "Ey Rasululloh, bu unumag'allar kimlar?" degan vaqtda Allohninki buyruqlariga itoat qilmagan, gunohiga tövbe qilmagan. Alloh taolo shunchalik fursatlarni bersimi, ana shunday fursatlarni ching tutmagan kishilar, unumagan kishilar dedi. Amaliyat qarab baqadigan bo'lsak, Alloh taolo bizga ba'zi bir musibatlar orqali bizni chuchitdi, ba'zi bir ulamlar orqali ko'z oldimizda do'stlarimiz ulab qilish orqali bizga nurg'un ibratni beradi, nurg'un kasallar orqali ibratlarni beradi. Lekin biz undan ibrat olmay, yana jannatga kirgulmasak, u vaqtda o'zimizdan görüşümüz kerak. Onda olsa bugün Allah'ın Gafur ismini okudu. Allah Teala günahlarını kechirim qildi ekan. Allah'ınki kechirimiga erishish uchun bizning qilgan azroq ishlarimiz var. Ya'ni Allah'ın Gafur sifatini o'zimizning ismimizga elib, Allah'ınki ahlul mag'fira, ya'ni mag'firat qildigan kishilarning qatoridan bo'lishimiz uchun bizning qilgan birinchi ishimiz Allah Teala'nın Gafur ismi bilan duo qilish. Allah Teala Qur'on Kerimda dedi: "Velillahil asmaul husna." Allah'ın güzel isimleri var. O isimler bilan duo qilinglar. Bir gunohinglarga tövbe qilmoqchisizlar. Onda bo'lib qolsa Gafur ismi bilan: "Ey Allah, sen gunohlarni afu qilg'uchi" degan mush ismi bilan duo qilinglar deydi Alloh Taala. Shuning uchun old bilan tövbe qilmoqchi bo'lsa, Allohga duo qilishimiz kerak. Gunohdan tövbe qilish qaranglar. Bu Allohning bergan bir in'omi. Shuning uchun yamashni tashlamoqchi sizlar. Eng avval irodaga kisizlar. Ben maaşını kımayma deb. İrade qilib bo'lgandan keyin Allohdan tilaysizlar. Ey Alloh, yomonlikdan qo'l uzmoqchi, menga yordam qil deb Allohdan tilaymiz. Ikkinchi qilib qalbimizda Allohning buyukligini, Allah'ınki Gafur degan bu kechirimchanligini, shundaqla Allohning qudratini hech qanday bir shirk qo'shmagan aslida pak-pakiz saqlaymiz. Shirk qo'shmaslik, tavhidni cho'ng turish deganga qalbimizda eng cho'ng biladigan zot Alloh bo'lishi kerakki, Alloh bilan birga boshqa bir narsani tang qo'shib olmaslik, mayli u but bo'lsin, mayli mansab bo'lsin, mayli shuhrat bo'lsin, uni qalbimizga tang sig'dirib olmaslik degan gap. Bugungi kunimizda but yo'q, ammo boshqa butlar bor. Shuhrat buti bor, mansab buti bor, ko'z qilish buti bor, riyo buti bor. Mushu butlarni musul olmagan vaqtimizda Allohning afusiga erishimiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisda: "Yabni Adam, law ataytani biqirabil ardi khataya." Ey adam ballari, ey yoshlar, zimin toshqidek xatoliklardan kelib, ular menga hech qanday narsani shirk keltirmay uchratsanglar, ya'ni o'lgan vaqtinglarda faqat qalbinglarda Alloh bo'lsa, Allohning roziligi bo'lsa, men hamma gunohinglarni afv qilaman deydi. Uchinchisi istig'forni ko'p aytish. Istig'for
Allah'tan kechirim talab qilish deganlik. Buni qalbimiz talab qilamiz, shundaqla qo'limizda, barmoqimizda astagfirullohal azim degan bu istig'forni ko'p aytamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari turib, kunda 70 qatimdan ortiq Allohdan istig'for so'rayma degan. Payg'ambar turib, biz qanchalik so'raymiz? Bizning qilg'ashimiz qanchalik Rasulullohning oldida yiqin Makkaga olmaydi. Hazrat Abu Bakr payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan: "Ey Rasululloh, men shu namozimda qilgan bir duo kutib qo'ysang" dedi. Hazrat Abu Bakr hayoti payg'ambarimizdan o'tdi. Rasulullohga qanashgan jihatlarning hammasi qanashdi. Rasulullohdan keyin qolsalam birinchi sahoba bo'ldi. O'sha sahoba qanday duo qilma deb so'rabdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Allohumma inni zalamtu nafsi zulman katira." Ey Allah, men o'zimga bekjiq zulm qilyaptim. Va la yaghfiru zunuba illa ant. Bu gunohni faqat sallam afu qilasan. Faghfirli maghfiratan min indik. Sen o'zing tarafidan menga bir mag'firat ato qilgin. Varhamni innaka antal g'afurur rahim. Menga rahim qilgin. Sen haqiqatan kechirimchan zot, sen bo'lsang nihoyat shafqatli zot degan mushu duoni o'gitib qo'ydi. Hazrati Abu Bakrga men o'zimga zulm qilyaptim. Ya'ni o'zim bilib bilmay gunoh o'tkazib silib o'zimga zulm qildim degan bu duoni o'gitib qo'ygan yerda biz bu duoga qanchalik ehtiyojli buni his qila olmoq desamiz. To'rtinchisi eng muhimi billah, qilgan gunohni oshkorlamaslik Allohning mag'firatiga erishtirdi. Bir gunoh qildinglar, uni chiqib Instagramga yo'lladinglar. Do'stlaringlarga dedinglar, "Munda qildim adash" deb, u gunohinglar texmi cho'ng yuğunaydi. Mening ummatimning hammasi afu qildi, ammo bir turlikka afu qilinmaydi dedi. U kim? Qilgan gunohini oshkorlaydiganlar. Instagramga chiqardiganlar, Facebookga chiqardiganlar, do'stlarga deydiganlar, mana mushuning gunohi afu qilinmaydi dedi. Bu ham gunohni tövbe qilishni tuzab qo'ydi odamni. Shunga buni alohida diqqat qilinglar. Bu gunohni oshkorlash nimaga sabab bo'ldi bilamsizlar? Boshqalarga tashviq qilishdan biriga gunohning normal ish bo'lishiga sabab bo'ladi. Gunoh hammadan yushiradigan, qilib pushaymon qiladigan bir ish bo'lsa, uni chiqib Instagram boshqa yerga yaysanglar, bu tug'an sir mushundaq mangsa, bu normal ish, aya qilmaydigan bir ishga aylanadi. Shunga gunoh qilish darhol tövbe qilinmagan taqdirda uni oshkorlamasa Allohning afusiga erishadi. Ondan boshqa qalbda Alloh qo'rqusi, Allohdan ayminish, bunda tuyg'uning bo'lishi qarindoshlar bizni Allohdanki mag'firatiga erishtiradi. Masalan, bir xatolik qildinglar, yoki bir harom narsani ko'rib soldinglar, yoki boshqaning g'aybatini qilib soldinglar, yoki boshqalarning obrazini tushirish uchun har xil fitnani taqib soldinglar, boshqalarni putlash uchun har xil gaplarni qilib soldinglar. Ammo qilib bo'lib vijdoning azoblandi. Allohdan qo'rqdinglar. Ajab bir xato ish qildim ya, ajab bir gunoh qildim ya degan mushundaq bir qo'rqinch bo'lsa, bu Allohning mag'firatiga erishtiradigan ishlarning birisi. Alloh taolo Qur'on Karimda nihoyat ochiq qilib: "Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloh yaj'al lakum furqana." Ey Allohga ishongan kishilar, agar Allohdan qo'rqsanglar, ya'ni gunoh qilib pushaymon qilsanglar, Alloh meni azoblarmi bu gunohim tufayli mushundaq bir qo'rqinchli bo'lsanglar, yaj'al lakum furqana, Alloh sizlarga hidoyat ato qiladi. Va yukaffiru ankum sayyiatikum, sizlarning gunohinglarni afv qiladi, va yaghfir lakum, va gunohinglarni kechirim qiladi deydi. Undan boshqalarni afv qilish. Boshqalar bizning keyimizdan gap qilishi mumkin, g'aybatimizni qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, tuan ko'rib qo'ygan bo'lishi mumkin, yoki har bir shaklda aziyat bergan bo'lishi mumkin. Agar shunda aziyat bergan bo'lsa-mu, afv qilib olsanglar, Allohning afvosiga erishimiz. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrida Hazrati Abu Bakr kelgan eng chong aziyat qaysi? Qizi Hazrati Oysha qilingan tuhmat. Yiroq bir tuqquni mushu masalada Hazrati Oyshaga nihoyat ko'p tuhmat qilgan. Nihoyat ig'volni taqtiyotgan. Bir qizig'i tuhmat qilsa, dadasining qalbi qanchalik og'moqchi. Bu tuhmat qilgan kishi tuqqan bo'lish bilan birga Hazrati Abu Bakrning xaysi xavat bilan yashaydigan birisi. Unga yordam qiladi. Aqlangandan keyin Hazrati Abu Bakr nima dedi? Sana bundan keyin yordam qilmayman deb qasam qildi. Mushu vaqtda Alloh taolo deb oyat tushirdi. Ala tuhibbuna ay yaghfirallohu lakum. Allohning afv qilishini xohlamamsizlar? Ey Abu Bakr, agar Allohning afviga erishishni xohlasang, uni afv qilib deganga ishorat qilgan bu oyatni tushirdi. Demak, agar bizga bir yomonlik qilgan bo'lsa, yaxshilik qilib turgan bo'lsak, yoki bizga har xil shaklda aziyat bergan bo'lsa, Alloh rizoligi uchun o'tyaptim desak, uning baravariga Alloh taolo bizning xatoligimizni o'tib o'tadi, afv qiladi. Undan boshqa biz nayt sal qilaydigan, hammamiz qila oladigan bir ish bor. O'qaysa desanglar, tahoratni komil elish, namozni joyida o'qish bizni mag'firat ahlidan qiladi. Gunohimizni afv qilishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sizlarningki uyinglarning oldida o'stang bo'lsa, kunda 5 qatim tushsa, gunohidan bir asar qalamdi deb sabla qolmaydi dedi. Namoz ana shunga o'xshaydi dedi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odam ash tog'adi kutaganda gunohlar bilan kelib namoz o'qisa, ruku qilganda, har sajda qilganda xuddi uning ustiga tog'a tushib ketganga o'xshash xatoliklar tushib ketadi dedi. Dal shuning aksicha namozga sal qarash, atdeganda namoz qo'pmaslik, namozni kechiktirib o'qish, namozni qazo qilish bizning gunohiga tushishimizga sabab bo'ladi. Eng avval bir odamning fosiqligi nerdan boshlanadi? Namozga sal qarashdan boshlanadi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda ochiq qilib, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'u shahawat." Ular eng avval namozni zoya qildi, namozni qazo qildi, hilo qaydat namozni kechiktirdi, undan keyin shahvatga ergashdi deydi. Demak, namozni tashladikmi? Birinchi bizni qo'dab turadigan tomni shayton o'ridi, undan keyin bizni shayton shahvatga ergashtirdi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Inna salata tanha anil fahsha'i val munkar." Namoz fahsha va munkarni to'sadi deydi. Shunga gunoh qilib solgan bo'lsanglarmi, bunda gunoh qilib turib namoz o'quvchi tavba qilib boshlayya demanglar. Namozni o'qiveringlar, namoz sizni to'sadi. Chunki qabristonliklarning hammasi ana shunday kelgi so'rganlar bilan tulaqliq. Tavba qilay deganlar bilan tulaqliq. Agar qabristonlikning hozir so'g'il bo'lsa, nima pushmonlar desa, balkim
gunoh o'tkazmagan bo'lardim. Yer sharidagi vaqtimni behuda o'tkazmagan bo'lardim deyishi mumkin. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda ularning ahvolini bizga bayon qilib, Robbirji'un deydi. Ular shunda ajal kelgan vaqtda qabrga kirib qolganda emas, o'lan parishni ko'rgan hamon tunji deydigan gapi. İşte gapdi. Qur'on deyilgan gap rostkan. Biz bo'shroq ishinibdimizkan. Bu oxirat rostmidi, yolg'onmidi? Agar Rasul olib qolsa biz ziyon tatib qolmaylik deb imo etib qopdimizkan. Endi rostkan. Endi Robbirji'un. Bir qaytib olsam Robbim deydi. Dunyoga bir qaytib olsam. O'lim parishtlari kalla mumkin emas. İmtihon vaqti tugadi. Biz buni qabrda emas hozir. Hozir sirtda. Demak, shu qabrdagilar umid qilgan fursat hozir bizning qo'limizda bor. Shuning uchun har vaqt mağfiret, Allah'ın afusi bu fursatlardan mahrum kalmaydı. Bizim Rabbimiz ana şundaq zatki bizga rizq berib turib, bizga rahim qilib turib, bizni bütün ni'matlarni ni'malantirib turib, biz asilik qilsak, bizga tövbe qilsaqlam, ya'ni bizni onimizni tug'ma butunlay asli qaytirib qo'ysa, buningdan rahim, buningdan g'afur, hukmchan zot bo'lamdi. Undan boshqa sadiqa bizningki xatoligimizni yuydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom as-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'an nar. Sadiqa xuddi suv o'tni o'chirgandek o'chiradi deydi. Sadiqa desa, hammamizning qalbimizga ha cho'ng olganda pul topganda qildigan ishlab o'ylaysizlar. Yoki boylik qildigan ishlab o'ylaysizlar. Boyga boycha, namratga namratcha, pulusi ozga pulusi ozcha. Hatto sizning qilgan sadiqanglar boyligidan jiqroq bo'lishi mumkin. Nimishqa? Sizningki 10 ming lira pulun olib qolsa, sen 100 lira sadiqa qilsanglar masalan, nisbatlashtirsak balkim pulusi jiq odamlarning ko'p bo'lishi mumkin. Shunga sadiqa desak ko'z oldimizga faqat pulusi va kishilar ham kelmasin. Har birimiz buning bilan talab qilingan o'zimizning hojat miqdorida, qilgan miqdorda. Bu bizning xatoligimizningki yulishiga, mag'firat ahlidan bo'lishimizga sabab bo'ladi. Alloh taolo hammamizni afusiga, kechirimiga erishishni nasib qilsin Alloh taolo. Yoshligini qadrlagan, yoshligini behuda o'tkazib olmagan, qabri kirib bunda faryod chekib pushaymon qildigan kishilarning qatoridan qilsin Alloh taolo. Har bir vaqtdan foydalangan, yoshligini gunoh ma'siyatdan emas, ilm, ma'rifat, go'zal axloq bilan axloqlangan bundaq yoshlarning qatoridan qilsin Alloh taolo. Haqiqatan sizlar balkim so'zlagan bilan jamiyat anda tursa deb o'ylab qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu jamiyat ashunda. Haqiqatan gunoh osonlashdi. Shayton biz izimizsakma bizni izlab keladigan bir holatda yashayapmiz. Ammo gunohdan yenishning tashlashganligi nimani bildirdi bilamsizlar? Savobning texmi cho'ngligini bildirdi. Musobaqa qancha ig'ilasa, uning darajasi shuncha o'rlaydi. Yoki daraja qancha o'rlagan sari musobaqada uningki mukofoti cho'ngiydi. Masalan, bir komandani yengdinglar, siz yuqoriga o'lmoqchi bo'lsangiz, texmi yomon komandani yengishinglar kerak. Shuning o'xshagan bir gunohning tashlashganligi uning mukofotininki cho'ngayganligini bildiradi. Shunga Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom imtihon qancha cho'ng bo'lsa, qancha ig'ir kelgan bo'lsa, uning mukofoti shuncha cho'ng bo'ladi deydi. Har davrning bir fitnasi bo'lgan, Rasulullohning davrining bir fitnasi bo'lgan, hamda bugungi davrda hech qachon davrda bo'lmagan bir yomonliklar bo'lib ketdi deb o'ylab qolsam bo'lmaydi. Har davrda qilgan yomonliklar bor. Har davrda ashabul kahf bor. Har davrda u yomonliklardan o'zini saqlab turgan ashabul Uxtud egalari va yoshlar va bu bahonlar o'tmaydi. Ba'zan bolalar qanday yashab ketsa, imkon qadar uni qutqizib olsak, qutqizib olaylik. Agar qutqizolmasak, oshuninga nim bo'lsa deb yashsak, qiyomat kuni biz Allohning oldiga yolg'iz boramiz. Qabrda yolg'iz yashaymiz. Bizga o'ynashib bergan, bizni yomon ishlarga chaqirgan do'stlarimiz qabrdan topolmaysizlar bolalarni. Shunga hammanglar o'zinglar mustaqil o'yinlab o'zimizningki oxiratini himoya qilishga, oxiratini saqlashga, qilgan gunohlarimizdan tavba qilishga, yomon ishlarimizni, yomon odatlarimizni tashlashga har birimiz bir iroda bog'laylikki, Alloh taoloninki G'afur degan bu sifatini o'zimizniki nasibisini olaylik. Shundoq bir Robbimiz borki, qancha gunoh qil, tavba qilib afu qilmadi. Bundan cho'ng mahlat bo'lmasligi mumkin. Nurg'ulg'an bizga bahona qilib berdi. Demak, bizda hech qanday bir bahon yo'q. Dal Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, shu men jannatga kim itdim deb turolmaganimda boshqalar hammasi jannatga kiradi. Alloh taolo hammamizni jannat ahlidan qilsin, gunohi afv qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda qanday bir kishilar bir yerga kelib Allohningki zikrini muzokara qilsa, ularga rahmat tushadi, ularga Allohningki xotirjamligi, afvusi tushadi degan ana shu kishilarning qatoridan Alloh taolo bizni qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.